Assalomu alaykum. 29-aprel Leogarden olma bog'ida 80 rusumli traktorimizni mana yig'ib, shilankalarni, rastdirlarni qo'yib, yurg'izishga xudo xolasa sharoit yaratilyapti. Leogarden olma bog'ida. Leogarden Santa Maria noklarini frezadan kelgan mana ketmon chopiq ishlari bo'lyapti. Oralarida qolgan o'tlarni tozalash ishlari. Noklarimizni liderini boylash, liderni yakkalash, hosildan tozalash, liderni o'sishga sharoit yaratish ishlari ham davom etyapti Leogarden bog'ida. Leogarden bog'ida sug'orish ishlari ham ochildi. Shilankalarga suv sug'orish ishlarimiz har kuni soatma-soat sug'oriladi. Hozirda gektar 2 soatdan kartalarni sug'oryapmiz. Va bu joylarga mana gerbisid ham sepilgan. Gerbisid o'z kuchini ko'rsatgan. O'tdan himoyalash, mana gerbisid sepib to'liq ta'sirini ko'rsatgan. Mana bog' bo'ylab effekt beryapti. O'zi natijalari endi ko'rilyapti. Olmalarning tagida sarg'ayishlar. Mana shu setkani soyasi tushgan joylardan o'rta ko'm-ko'k olma tomon mana sap-sariq bo'lib bilinyapti o'zi gerbisid ta'siri. Leogarden yosh giloslarida mana sug'orish ishlari ham davom etyapti. Yangi yerga o'tishyapti. Mana quloqlarga qop, salafanlarni kesib, tayyorlab, suvni g'opiragan mana yetaklab kelyaptilar. Suvni yig'ib kelyaptilar. Mana bular kecha sug'orib bo'lindi. Yangi yerga o'sha mana quyosh tushib turgan orqa poliyaga suv ochish ishlari bo'ladi hozir. Leogarden bog'ida yosh giloslarimizda mana sug'orish ishlari davom etyapti. 1 tonna suvga 15 kilo karbamid qo'shib sug'orish ishlarini olib boryapmiz. Mana bog' bo'ylab sug'orilayotgan giloslarimiz mana Leogarden giloslarida remont qilinayotgan 80 ni mana shu yerimiz kutyapti. O'rtani frezalab, mana yangi o'tlarni yo'q qilish ishlarini qilishimiz kerak bu yerda. Leogarden yosh Svitariana, Sweet Lawrence ko'chatlari gilos navlaridan mana. Yosh yangi giloslarimizga mana oltin gurt sepish ishlarini boshladik. Leogarden bog'ida oltin gugurt sepish jarayonlari. Hozirda shu 4 gektar yerimiz qoldi oltin gurt sepilayotgan. Bugun abitgacha xudo xolisa tugatsak, shu 14 gektar to'liq oltin gugurtlab chiqilgan bo'ladi. Yosh giloslarimizda mana sug'orish ishlari davom etyapti. Suv keldi mana dambalani qilib. Suv tegmagan oxirgi kartamiz 1 gektar atrofida sug'orish ishlari bo'lyapti. Mana oltin gurtlar sepib bo'lindi betlarga. Endi sug'orilsa mana xudo xolisa bugun sug'orish ishlari 100% tugatiladi xudo xolisa. 29-aprel Leogarden bog'ida 1 kunlik ish qilinayotgan dasturlarimiz shulardan iborat. Leogarden bog'i